Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi video darsimiz. Demak, biz kvadrat ildiz mavzusini o'tgan edik. O'sha mavzumizning 4-testining yechimi hisoblanadi. Men bunda dars paytida yechib bergan misollarimdan qolgan, ya'ni sizlarga uyga vazifa bergan misollarimning yechimlarini sizlarga taqdim etaman. Demak, boshladik. Birinchi misolning yechimini ko'rgan ekanmiz. Demak, ikkinchi misolning yechimidan boshlaymiz. Hisoblang deyapti. Demak, biz buni hisoblashimiz kerak. Xo'p, qarang. Qanday hisoblaymiz? Men mana bu ifodadan, ya'ni mana shundan 2004 ning kvadratini qavsdan tashqariga chiqarib olay. Shunda nima bo'ladi? Ildiz ostida 2003 ning kvadrati plus 2004 ning kvadratini chiqarsam 2003 ning kvadrati plus 1 qoladi. Minus 2003 ning kvadrati mavjud. Endi qarang. Men bu yerdan nimalarni amalga oshiraman? Mana bu ichidagi ifodani a kvadrat plus b kvadrat formasiga qo'yib olaman. Demak, bu ham teng bo'ladi. 2003 ning kvadrati plus 2004 ning kvadrati qavsning ichida 2003 plus 1 ning kvadrati minus 2 ko'paytiruv 2003 ko'paytiruv 1 ga teng bo'ladi. Mana yozib oldik. Minus 2003 ning kvadrati. Demak, endi bu yerda belgilash kiritib olaman. Qanday? 2003 ni biror a harfi bilan belgilayman, 2004 ning kvadratini biror b harfi bilan belgilab olaman. Va o'rniga qo'yib chiqadigan bo'lsam, demak, bu ildiz ostida a ning kvadrati plus mana bu kvadrati bilan belgilab olganman b deb. Mana bu ham demak bizga 2004 ning kvadratini beradi, u ham b ga teng. Minus 2a minus a ning kvadrati. Davom etamiz. Qavsni ochib bo'ladigan bo'lsam, a ning kvadrati plus b ning kvadrati minus 2a b ni beradi bizga. Minus a ning kvadrati. Mana bu ifodadan nima chiqadi? Bu bizga, ya'ni ildiz ichidagi ifoda b minus a ning qavs kvadratini beryapti. Undan bizga b minus a kelib chiqadi. Minus a ning kvadrati mavjud. O'rniga qo'yib borsam, demak 2004 ning kvadrati minus 2003 minus 2003 ning kvadrati. Mana bu va mana buni a kvadrat plus b kvadrat formasiga qo'ysak, minus b kvadrat formasiga qo'ysak 4007 ko'paytiruv 1 ni beradi. Minus 2003. Bu ham bizga 2004 ni beradi. Demak, javobimiz 2004 ga teng ekan. Ya'ni D javob. Keyingi 3-savolimizga e'tiborimizni qaratamiz. Bunday misollarda men sizlarga aytganman, belgilab oling deb. Qarang. Bu joyini x deb belgilab olsam, mana bu qismi ham nimaga teng bo'ladi? X ga teng bo'ladi. Demak, o'rniga qo'ysak, ildiz ostida 125 bo'lingan x teng bo'ladi 5 ga. Uzr, 5 emas, x ga. Bu yerdan x ning qiymati 5 ekanligini aniqlashimiz mumkin. Bu tenglamamizning yechimi faqat x teng 5. Mana biz x ni topdik, u ham 5 ga teng ekan. Keyingi savolimiz, buni ham biror x deb olsam, mana bu qismi menda x ga teng bo'ladi. Demak, ildiz ostida 42 minus x deganimiz bu x ga teng. Bu yerdan x ning qiymati 6 ekanligini aniqlashimiz mumkin. Demak, javobimiz 6. Ya'ni A javob. Davom etamiz. Keyingi 5-savolimiz. Men mana bu qismini belgilab olaman. Biror a deb. Shuni bu yerga yozib olay. A nechiga teng bo'ladi? Demak, ildiz ostida 20 plus, ildiz ostida 20 plus va hokazo. Men buni a deb olgan bo'lsam, demak, mana bu qismi ham a ga teng bo'ladi. Demak, ildiz ostida 20 plus a deganimizning qiymati a ga teng. Bu yerdan a ning qiymati 5 ekanligini topishimiz mumkin. Demak, mana bu jami 5 ga teng bo'lsa, 11 ga 5 ni qo'shsak 16 bo'ladi. Undan 4 chiqadi. Mana bu yerga 4 chiqadi ekan. 5 dan 4 ni ayirsak 1 ga teng bo'ladi. Uni ildizi ham 1 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 1. Davom etamiz. 6-savolimiz. Bu ifoda 2 ga teng ekan. Biz x ni topishimiz kerak. Qayerdan boshlab 2 ga teng? Mana bu joydan. Mana bu joyda 2 ga teng. Demak, 2 ga 2 ni qo'shsak nima bo'ladi? 4 bo'ladi va undan ham 2 chiqadi. Ya'ni ildiz ostida x plus 2 paydo bo'ldi. Mana bu joyi jami 2 ga teng bo'ldi.
Sabab mana bu 2 ga, mana bu yerda 2 ni ko'rsak, 4 undan 2 chiqdi. Mana shu 2 ga teng. Bu yerdan xulosa x ning qiymati ham 2 ga teng bo'lishi kerak. Bo'ldi, javob 2. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'sh, qarang. Mana bu joyda ildiz 8 mavjud. O'zi ildiz ostida 8 deganimiz nima bu? 2 ildiz ostida 2 degani. Xo'p, mana bu ildizni yozib ko'rsataman. Ildiz ostida 3 minus demak 2 ildiz ostida 2 ekan. Bu nimaga teng? Bu o'zi aslida ildiz ostida 2 minus 1 ning kvadratiga teng mana bu. Ya'ni ildiz ostida 3 mana bu ifodamiz ildiz ostida 2 minus 1 ning kvadratiga teng. Demak, mana bu nima bo'ladi? Bu ildiz ostida 2 plus 1 ning kvadratini beradi. Va kvadrat bilan mana bu ildizlar yo'q bo'lib ketsa nima qiladi? Ildiz ostida 1 plus bundan chiqadi. Demak, ildiz ostida 2 minus 1 chiqadi. Minus bundan minus 1 mavjud. Bundan nima chiqar ekan? Ildiz ostida 2 plus 1 chiqar ekan. Va 1 va 1 mana bu minus 1 va 1 ham yo'qolib ketib, ildiz ostida 2 dan ildiz ostida 2 ni aytsak, javob 0 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz A. 8-savolga e'tiborimizni qaratamiz. Quyida singan daraxt g'olasining tasviri keltirilgan. Kattaroq g'olaning uzunligi berilgan va u kichikroq g'oladan kamida 1 metr uzun bo'lsa, quyidagilarning qaysi biri kichik bo'lak uzunligiga teng bo'lishi mumkin? Demak, kichik bo'lakning mana bu x bo'lakning uzunligini topishimiz kerak. Xo'p, qarang. X o'zi nimaga teng? X o'zi 4 ildiz ostida 3 dan 1 ni, taxminan 1 ni ayirganimizga teng. Mana shuni taxminiy hisobini hisoblaymiz. X kelib chiqadi. Demak, bu 4 ildiz ostida 3 deganimiz bu. Men sizlarga ildiz mavzusini o'tgan paytim taxminiy ildiz chiqarishni aytganman. Xo'p, qarang. 3 ni bunday qilib olar edik. 4 minus 1 qilib teng emas, minus 1 bor. Teng 4 ko'paytiruv qavsning ichida. Mana bu 4 dan 2 chiqadi. Minus bo'lsa minus yozar edik. Suratga 1, mana bu yerda 1 bor. Mahrajda 2 ko'paytiruv, mana bu joyda 2 bo'lsa, bu yerda ham 2 ni yozar edik. Minus 1. Demak, buni hisoblaymiz. Bu 8 minus 1 minus 1 ga teng bo'ladi. Bu taxminan demak 6 ga teng. Taxminiy qiymati bu. Demak, bo'lishi mumkin bo'lgan qiymati u ham 6 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, javobimiz ham 6 ga teng. Ya'ni D javob. Demak, 9-savolimiz. Quyida bir tomoni 8 birlik, ikkinchi tomoni 10 ildiz osti 10 birlik bo'lgan to'g'ri to'rtburchak tomoni, demak, ildiz osti 0.4 va ildiz osti 0.25 birlik bo'lgan kichik to'g'ri to'rtburchaklarga bo'linyapti, deyapti. Demak, chizmamiz bu tarafda ekan, mana. Bitta tomoni, ya'ni mana bu tomoni 8 ga teng, mana bu 10 ildiz ostida 10 ga teng. Va u kichik bo'laklarga bo'linyapti. Mana bunday. Bu kichik bo'laklarning tomoni, bir tomoni ildiz osti 0.4, ikkinchi tomoni ildiz osti 0.25. Mana shunday bo'laklarga bo'linyapti. Bunga ko'ra nechta kichik to'g'ri to'rtburchaklar kesib olinadi? Bu yerda bizda yuzalar rol o'ynaydi. Demak, katta bo'lakimizning yuzasi, katta bo'lakning yuzasi S1 deb olaman. Kichik bo'lakning yuzasini S2 deb olaman. Mana shu S1 ni S2 ga bo'lsam, nechta bo'laklarga bo'lish ekanligi kelib chiqadi. Demak, katta bo'lakning yuzasi 8 ni ko'paytiramiz 10 ildiz osti 10 ga. Kichik bo'laklarning yuzasi ildiz osti 0.4 ni ko'paytiramiz 0.25 ga mana. Ikkalasini bir xil ildizda yozdim, sababi ikkalasi ham ildiz ostida. Shuni hisoblashimiz kerak. Bu bizda 80 ildiz osti 10 ni beradi. Buni bunday qilamiz. Ildiz ostida 0.4 deganimiz bu 4 taqsim 10 ga teng, 0.25 bu 25 taqsim 100 ga teng. Va qarang. Mana bu 25, 4 va 100 lar qisqarib ketadi. Mana bu yerda ildiz osti 10 qoladi. Bu tepaga ketsa, ko'paytirish bo'lib bu 800 deganini beradi. Demak, javobimiz 800 ta bo'laklarga bo'lish mumkin ekan. Davom etamiz. 13-savolimizning yechimini ko'rgan ekanmiz. Endi 11-savolning yechimiga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, 11-savol. Quyida shaklning hisoblash tartibi berilgan, deyapti. Bu shaklni ham hisoblagan ekanmiz darsimizda. Demak, 12-savolga o'tamiz. 12-savolga e'tiborimizni qaratamiz.
quyidagi A va C nuqtalar orasidagi masofa, demak A va C mana bu orasidagi masofa bizda mana bu ildiz osti 3 taqsim ildiz ostida 3 minus 2 ildiz osti 3 ning kvadratiga teng ekan. B va C nuqtalar orasidagi masofa mana bunga teng ekan. Bizdan so'rayapti, bunga ko'ra A va C nuqtalar orasidagi masofa B va C nuqtalar orasidagi masofadan necha marta katta deyapti. Demak, A C ni bo'lishingiz kerak B C ga. O'shanda necha marta katta ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, A C ni uzunligi bizda nimaga teng? Ildiz ostida 3 taqsim mana bundan ildiz chiqarish kerak. Bu mana shu, ya'ni 3 minus 2 ildiz ostida 3 bo'lib chiqadimi yoki bo'lmasam 2 ildiz ostida 3 minus 3 bo'lib chiqadimi? Buni bilishimiz uchun qay biri katta? 3 kattami yoki 2 ildiz ostida 3 mi? Biz bilamiz 2 ildiz ostida 3 katta. Sababi ildiz ostida 3 dan taxminan 1.73 chiqadigan bo'lsa, uni 2 ga ko'paytsak 3 dan katta son bo'ladi. Demak, bundan ildiz chiqarsak, ildiz, ya'ni mana bu kvadrat bilan ildiz yo'q bo'lib ketib, nima chiqadi ekan? 2 ildiz ostida 3 minus 3 chiqadi ekan. Endi bunga o'tamiz. Bundan nima chiqadi? Bundan ildiz ostida 3 minus 2 mi yoki 2 minus ildiz ostida 3 mi? Bundan 2 minus ildiz ostida 3 chiqadi. Sababi 2 ildiz ostida 3 dan katta. Davom etamiz. Mana bu mahrajidan, mana bu yerdan ildiz ostida 3 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, mana bunday qilib ildiz ostida 3 ni chiqarsak, 2 minus ildiz ostida 3 paydo bo'ladi. Mahrajda 1 taqsim 2 minus ildiz ostida 3. Demak, bular qisqaradi ekan, ildiz ostida 3lar ham qisqarib, javob 1 chiqadi ekan. Demak, 1 degani, demak bu 1 marta katta degani. Demak, javobimiz ham 1 ga teng. Davom etamiz, hurmatli ustozlar. Keyingi savolimiz 13-savol. Quyidagi A va C gullar orasidagi masofa A kvadrat minus 1 taqsim A kvadratga teng bo'lsa, B va C gullar orasidagi masofa ildiz osti A plus 1 taqsim ildiz osti A ga teng bo'lsa, B va C gullar orasidagi masofa ildiz osti 6 metr bo'lsa, A va C gullar orasidagi masofani toping deyapti. Xo'p, bizda B va C gullar, mana B va C gullar nimaga teng? Mana bunga teng. Va u ham ildiz osti 6 ga teng. Demak, ildiz osti A ga qo'shamiz. 1 taqsim ildiz ostida A ni, bu teng bo'ladi ildiz osti 6 ga. Xo'sh, kvadratga ko'taradigan bo'lsam, nima kelib chiqadi? A plus 2 ildiz ostida A ni ko'paytirish kerak 1 taqsim ildiz osti A ga plus 1 taqsim A ni o'zi bo'ladi kvadrat. Teng bu 6 ga. Mana bular qisqarib ketsa, demak A ga qo'shaman 1 taqsim A ni, bu teng bo'lishi kerak. Demak, 2 ni bu tarafga o'tirib yuboraman. 4 ga teng bo'lishi kerak ekan. Mana. Buni yana kvadratga oshiramiz. Buni shu yerga yozib qo'yay. A plus 1 taqsim A deganimiz 4 ga teng. Hozir menga kerak bo'ladi. Buni kvadratga oshirsam nima bo'ladi? A ning kvadrati plus yana 2 bo'ladi. Sababi mana bu yerda ildiz osti A'lar qisqargani kabi A'lar ham qisqaradi. Plus 2 plus 1 taqsim A ning kvadrati 16 ga teng bo'ladi. 2 ni bu tarafga o'tirsak, demak A ning kvadrati plus 1 taqsim A ning kvadrati teng 12 ga teng bo'ladi. Endi menga nima kerak? A kvadrat minus 1 taqsim A kvadrat kerak. Buning uchun mana bu ikkalasini A kvadrat plus B kvadrat formasini ikkinchi formasiga qo'yaman. Ya'ni bu nimaga teng? Ya'ni shuni ham yozib ketay. A kvadrat plus B kvadrat bu A minus B ning kvadrati plus 2AB ga teng. Mana shu formaga qo'yapman. Demak, A ning kvadrati, uzr, A ning kvadrat emas. A minus 1 taqsim A ning qaus kvadrati plus 2 ni o'ziga teng. Sabab bular A va 1 taqsim A ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladi. Teng, demak 12 ga. Buni bu tarafga o'tirsak, nimaga teng bo'ladi? Uzr, mana bu yerda 12 emas, 14, mana bu 14. Demak, A minus 1 taqsim A ning kvadrati teng bo'ladi 12 ga. Bu yerdan kelib chiqadi, A minus 1 taqsim A teng bo'ladi ekan 2 ildiz ostida 3 ga. Mana. Men boyada mana buni topib qo'ygan edim. Va mana bu tenglikni ham topdim. Bular ko'paytmasi nimaga teng? Yuqoridan qaraymiz, mana. Bizda A C ni top deyapti. A C deganimiz A kvadrat minus 1 taqsim A kvadratga teng edi. Demak, uni ham
a minus 1 taqsim a plus 1 taqsim a qilib ajratish mumkin. A minus 1 taqsim a bizda chiqdi, demak 2 ildiz 3. A plus 1 taqsim a chiqdi 4. Demak javobimiz 8 ildiz 3 ga teng bo'ladi ekan. Demak javobimiz D. Demak davom etamiz. Keyingi 14-savolimiz. Quyidagi rasmda yuqori doiradagi son bo'sh doiradagi songa bo'linadi va quyi doiradagi son chiqadi. Demak, yuqoriga ko'tarilamiz. Bu degani 12 ni mana bu joydagi songa biror x songa bo'lsak, ildiz 3 chiqar ekan. Bunga ko'ra bo'sh doiradagi barcha sonlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, qarang. Men buni x deyman, buni y deyman, buni z deyman. Demak, men x ni topishim uchun 12 ni ildiz 3 ga bo'lishim kerak. Bu bizda 4 ildiz 3 ni beradi. Y ni topishim uchun 2 ni bo'lishim kerak ildiz 3 plus ildiz 2 ga. Buni ham irratsionaldan tutqazsak 2 ildiz 3 minus ildiz 2 ni beradi. Mahraj 1 ga teng bo'lib ketadi. Demak, z ni topish uchun yuqorida 4 ildiz 3 minus 4 ildiz 3 minus 4 ildiz 2 ni bo'lishim kerak. Demak, ildiz 6 minus 2 ga. Xo'p, qarang. Teng z ni ham hisoblab olamiz. Bundan 4 ni chiqarib yuborsam, ildiz 3 minus ildiz 2 qoladi. Mahrajdan ildiz 2 ni chiqaray. Shunda ildiz 3 minus ildiz 2 qoladi. Bular qisqarib ketsa va 4 taqsim ildiz 2 miz bizga 2 ildiz 2 ni beradi. Demak, ularning yig'indisi x plus y plus z ning yig'indisi. Demak, x bizda 4 ildiz 3 ga teng edi. Y miz mana bunga teng. Buni ham ko'paytirib bo'lsam, demak 2 ildiz 3 minus 2 ildiz 2 bo'ladi. Plus z miz 2 ildiz 2. Demak, 2 ildiz 2 lar qisqarib ketsa, bu 6 ildiz 3 ni berar ekan bizga. Demak, javobimiz da javob bo'ladi ekan. 15-savolni yechimini ko'rganmiz. Demak, bu 4-testimizning yechimlari o'z nihoyasiga yetdi. Barchaga katta rahmat. Keyingi video yechimlarda ko'rishguncha.